yodlab olganman. 40 ta farzni-ya? Ha? Yo'q, ishonmayman. Qani aytib berchi bo'lmasam? Mana, boyki islomda 5 ta farz. Ha, Iymon, namoz, roza, zakot, haj. 5 ta bo'ldi. Keyin iymondagi 7 ta farz. Xo'p, Allohga, farishtalarga, kitoblariga, payg'ambarlariga, oxirat kuniga, taqdirga va qayta tirilishga iymon keltirish. 5 ta, 7 ta. 12 ta bo'ldi. Aha, Keyin tahoratda 4 ta farz bor. sanaymiz. Birinchisi yuzni yuvish, ikkinchisi qo'lni yuvish tirsaklari bilan, uchinchisi boshga masx tortish 4dan bir qismiga, to'rtinchisi oyoqni yuvish to'piqlari bilan. 16 ta bo'ldi. Keyin g'usulda 3 ta farz bor. Xo'sh. Birinchi og'izni yaxshilab yuvish, ikkinchi burunni yaxshilab suv tortib yuvish, uchinchi badanni hamma joyini yuvish. Qoyil, 19 ta bo'ldi. Keyin tayammumda 4 ta farz bor ekan. Yo'q, davom etamiz. Birinchi niyat qilish, ikkinchi top-toza tuproq topish, uchinchi ikki qo'lini o'sha tuproqqa urib yuzga surtish, to'rtinchi keyin yana qo'lini tuproqqa urib ikki qo'liga surtish tirsagi bilan qo'shib. 23 ta bo'ldi. Ha. Keyinchi? Keyin namozda 12 ta farz bor. 6 tasi namozdan oldin. Aha. Birinchi tahoratli bo'lish, ya'ni top-toza bo'lish farz. Ikkinchi top-toza kiyim kiyib avratni yopish farz. Uchinchi top-toza joyda o'qish farz yoki joy namozda. To'rtinchi namoz vaqti kirgan bo'lishi farz. Beshinchi qibla tomonga qarab o'qish farz. Oltinchi niyat qilish farz. Yaxshi, 29 ta bo'ldi. Namozni ichida 6 ta farz bor. Aha. Birinchi Allohu akbar deb takbir aytib boshlash farz. Ikkinchi tik turish farz. Uchinchi Qur'ondan oyat yoki sura o'qish farz. To'rtinchi ruku qilish farz. Beshinchi sajda qilish farz. Oltinchi oxirgi o'tirish farz. Qoyil, 35 ta bo'ldi. Yana 5 ta qoldi. Aha, oxirgi 5 ta farz. Qani? Birinchisi ilm olish farz. Ikkinchisi yaxshi ishga buyurish, yomon ishdan qaytarish farz. Uchinchisi poklik ilmini bilish farz. To'rtinchisi halol kasb qilish farz. Beshinchisi pokiza halol narsalarni yeyish farz. Mashalloh. Dilana, rostdan ham 40 ta bo'ldi. Dudam yoshligidan mana shu 40 ta farzni yoddan bilgan ekanlar. Shuncha men amatlab oldim. Mashalloh, rosa bilag'onsan, a? Men bilaman de shunaqa. Baraka topgin. Dilana, Alloh rozi bo'lsin sendan. Bo'ldi. Endi men ham yodlab olaman mana shu 40 ta farzni. Ha, shunaqa qiling. Ko'pini bilaman, lekin hech sanab ko'rmagan ekanman. Men hammasini bilaman. Mashalloh. Qani bolalar? Qani bolalar? O'g'il bolalar va qiz bolalar. Ha, Sizlar ham bilasizlarmi mana shu 40 ta farzni? men bilaman. Xo'p, endi bolalar ham yodlab olishsin.